Bu joyda yotganlar eng baxtli insonlar deb bilaman shaxsan men. Chunki payg'ambarimiz yonida, Madina Munawvara shahrida, Masjid Nabaviyani oldida yotishibdi-da, qaranglar. Bu joylarga avvalambor kelishlik barcha yurtdoshlarimizga nasib etsin. Alloh taolo barchamizni chaqirsin. Allohga oson. Amallar niyatlarga bog'liq deydi. Yaxshi niyat qilinglar yurtdoshlar. Alloh taolo albatta chaqirsin. Bu joylarga kelishlik juda ham oson. Juda ham oson. Siz mablag'ingiz yo'qmi? Hech xavotir olmang. Bu joylarga faqat mablag'i borlar emas, mablag'i yo'qlar ham, ya'ni Alloh taolo chaqirgan insonlargina keladi. Mablag'i juda ko'p. Har kuni kelib 5 mahal namozni mana shu Madina Munawvara, Makka Mukarramada o'qishlikka imkoniyat sharoiti bor. Lekin Alloh taolo chaqirmayapti. Shunaqa insonlar bor, to'g'rimi? Lekin mablag'i yo'q, sharoit imkoniyati yo'q, sog'ligida misol qandaydir bir nuqson bor. Lekin mana shu joylarga kelayotgan insonlarni ham ko'ryapmiz. Demak, bu joyga faqat puldorlar emas, Alloh taolo o'zi suygan bandalarini chaqirib, o'zini habibini ziyoratiga va o'zini baytini tavofiga Alloh taolo o'zi chaqiradi. Barchamizni Alloh taolo chaqirgan bandalar qatorida qilsin azizlar, sog' salomat bo'linglar.